Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 10-avgust sanasına göre o'zlarimizda Urganch dehqon bozori, ya'ni Karmol shoppingning o'yinida obunachilar ma'rifamiz kelibdi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'rab turadi. Xudo xolasa qachon keladi? Bugun kechki 5gacha bo'laman deb turibdi. Batafsil sizlar bilan ma'rifamizni obzorat chiqadi. Ma'rifa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Zo'r. Endi qisdan men bir obzorni qilib bering mana endi. Klient bilan qarab turgani. Bilmiyorum, 20'de aldım. Bu uzun hıyla bu. Bu kelta hıyla bu. 20'den verdim. Ben ne sana yetelepten aldım. Bu kelta bu. Bormisiz? Yana bir bor. Sizni yaxshi ko'raman. Aha. Sizga obuna bo'lsangiz bitta tirkov umid beraman. Trikomut? Umid shunday ko'rsatsa bo'ldi. Ajoyib. Qarasa bu qissam men bir obzorni zo'rini qilib bering endi bir. Mashina 52, 54 dan 52 dan boshlanadi razmeri tirkovlarimiz. Aha, bilib. 62 gacha bor. 52 dan 62 gacha. 30 ming. 30 ming. Ikki xil sveti bor. Aha. Bu kalishliklari ham bor, faqat bir xil svet qarab turinglar mana. Aha. Layli. Bir lazga yetib to'xshaydi bu yanda. Kes. Bularimizdar ham bor. Partiyalarni qarang. 1-sinfdan to 11-sinfgacha bor. Birini ko'rsating ag'a. Bo'lsa obunachilarimizda. Bo'lsin, halqa bo'lsin. Aha. Bu qarang, mana. Komplekt. Aha. Pasi bilan tushuntira bilyapman. Bitta so'm opsiya shunda bo'lib 100 so'm. Tamam. Sizga. Aha. Ajoyib. Yana yurtdoshlar, xudo xolasa. Mana bu maktab bolalariga har xil rasmiyatkalari bor, yana bir xil ko'rsatib. Yana ya ko'rsatibdilar-ku yana. Aha. Silitlar bolalarga maktabga. 1-sinfdan 11-sinfga. 50 ming so'm. Bu qizlarniki ham 50 ming. Aha. 1-sinfdan 11-sinfgacha futbolkalarimiz 10 mingdan. Xohlaganingiz. Xohlagan. Ishtonlarimiz 10 ming, tanlagan. Bu jenskiymi? Jenski mujliski yo'q. Men damas bo'lasam bitta traktor minib kelyapti. Unga olaveradi kuyovlar. Mana opalarimiz olib turibdi. Komplekt duvoykalar 30 ming. 30 ming so'm. Faqat oxiringisi bu. Aha. Ramkalarimizni 20 sotib turadi. Bugun 15 ming. Razmeri necha bo'ladi bu? Standartmi? 50 dan 60 gacha razmeri bor. 50 dan 60 gacha. Ajoyib. Yana yurtdoshlar, xudo xolasa. Futbolka shortilarimiz mana. Aha. 15 ming. 15 ming ustupet? Komplekt 15 ming. Oho. Bo'lsin, obuna bo'lsin olmaz. 15 ming. Gap. Komplektlar 30 ming. 30 ming so'm. Razmeri necha bo'ladi bularda? 46 dan 52 gacha. Rasmitkalar ham bor. 10 xil bo'lmasa ham bir 8 xil bor. Krossovkalar mana Xitoy. Hech narsa olmaydi mana. 37 dan 43 gacha razmeri bor. 30 ming. 30 mingdan. Oho. Lekin shart shu bizlar obuna bo'lib keladi mana. Obuna bo'lib kelsa, agar 10 to'gadan olgan mana obuna bo'lgan masa bitta minut. Gapmi? Bitta minut. 10 ta shunday olib mana obuna bo'lgan bitta minut. Ajoyib. Yurtdoshlar, tezlashib yurib qolinglar. Ozondan sizlarga kelib yana ko'rsatib turibmiz, xudo xolasa. Bugun kechgacha bo'ladi shunda. 5gacha. 5 dan 1 minut o'tgandan keyin yo'q bo'ladi. Gap yo'q. Urganch dehqon bozorimiz yana ko'ryapsizlar, Karmol shopping yanginasidan. Tushuntiring. Bu yana 9 etaj tarafdan kelaverishingizda obunachilar, ya'ni bu yana dehqon bozor ketaverishingizda 10 qo'llaringizda bo'ladi obunachilar. Hammangizni kutamiz. Uje odam gavjum bo'lib boshladi. Ma'rifamiz bilasizlar, yangilikni zo'rni qiladi har doim. Like va obunachilardan kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmas. Hammangizni kutamiz.